Aziz do'stlar, Yevropaliklarning hamma da'vosini botilga chiqaradigan, yo'qqa chiqaradigan bir ajoyib naqshlar bor, devoriy naqshlar. Aynan Eronda joylashgan. Sharqning har doim muzaffarligini, g'olibligini, buyuk tamaddun egasi ekanligini va Yevropani kerak bo'lsa tiz cho'ktirganini ko'rsatadigan bir buyuk devoriy naqshlar borki, bu rostdan ham insonni hayratga soladi. Marhamat, tanishinglar. Shopur, buyuk Shopur. Bizantiya va Rim imperiyasini tiz cho'ktirgan buyuk podshoh. Biz bilamizki, nafaqat Shopur, undan oldin ham uning bobolari, demak, Daryush yoki Doro va Xerx, bizga Xerx deb o'rgatilgan, endi rus tilidan kirib kelgan, ruslarga yunonlardan kirib bo'lgan. Xo'p, bular Yevropani ham egallagan, Misrni ham egallagan va O'rta Osiyoni ham butun juda katta hududlarni egallab, eng katta imperiyalardan birini tashkillashtirib asos solgan shohlar hisoblanishadi. Bu ham bo'lsa o'sha Xerxning maqbarasi.